Yo, salam papalam, hormiylar. Sizlar bilan o'sha Rocks YouTube kanalining egasi. Xo'p, sizlarga hammalaringizga tabriklamoqchiman. Bizning kanalimizda 150 ta roppo 150 ta obunachi yig'ildi. Xo'sh, bundan juda xursandman, chunki bu meni kutgan vaqtida, ancha vaqtdan beri 7 ta 9 ta obunachi kutib turgandim. Nafrijon qo'shildinglar, hurmat qilib, aktivlarni ijobiy ekanligiga menlarga katta rahmat. Xo'sh, bu bizani endi birinchi tabriklaydigan qilgan, erishgan natijamiz 150 ta obunachi. Qachon sizlar uchun kam bo'lishi mumkin, yana bu men uchun juda katta natija. Xo'sh, bu natijaga biz birgalikda chiqdik. Yana bundan keyin ham nasib bo'lsa 200 ta, 250 ta, har 50 ta bo'lganga qachon tabriklab, har xil konkurslar qiladi. Bu konkursda 150 ta bo'lgani uchun hech narsa qila olmadim. Shunchaki o'zimni tabriklash sifatida Brawl Pass oldim. Shu Brawl Pass bilishmas, Brawl Pass so'zini. Shuni oldim. Meni kanalimiz ko'tarilganligi uchun, 150 ta obunachi bo'lgani uchun juda xursand bo'lganim uchun oldim. Xo'sh, bundan keyin ham bir qaynoq va juda foydali bo'lgan kontentlar chiqishini xohlasanglar, so'rab qolaman obuna bo'lishni, komment, like, hurmat qilgan holda qo'llab-quvvatlashinglarni so'rab qolaman. Xo'sh, biza 150 ta obunachi. Nafrijon, mana endi hozir shu videoda aytib o'tishim kerak. 200 ta obunachi bo'lganimizda, 200 ta obunachi bo'lganimizda men o'zimni akkauntlarim bor. Nafrijon 60 ta, 50 ta, 75 ta Brawl yig'ib qo'ygan, 12 ming ta ko'pkasi. Plus nafrijon normal akkauntlarni konkursga qo'yib boraveramiz. Qancha obunachi ko'tarilgan sari shuncha baland akkaunt qo'shib boraveradi. Xullas, xursand bo'lganimdan gaplar topilmayapti. Xullas, hammalarni katta rahmat. Qo'llab-quvvatlaganinglar uchun nafrijon, sog' salomat bo'linglar. Obuna bo'lish va like bosish esdan chiqmasin. Hammalarga katta rahmat. Bu Rocksdan tabrik edi.